Shimkentga ish boshladik. 3 kunlik hayitda biz birinchi kunimizni Shimkentda boshladik. Shimkentning eng zo'r joylarini sizlarga ko'rsataman. Shimkent shahridagi Shimkent qal'asi. Ikkinchi lokatsiyamiz esa ippodromi bo'ldi. Bu joyda ot musobaqalarini, karate musobaqalarini tomosha qildik. Endi esa odat va an'analar markaziga keldik. Xullas, zo'r ma'lumot oldim. Mana buni yosh qizlar kiyishgan ekan. Mana buni endi uzatilayotgan qiz, balog'atga yetgan qiz kiygan ekan. Xullas, buni o'sha uzatilgan ayollar kiygan ekan. O'shandan bilib olishgan ekan. Undan tashqari mana bu tepaga qarab tursa, meni yigitim bor degan ekan, erim bor degan. Bu pastga qarab tursa, men bo'shman degan ekan. Zo'ri. Bu oldingi ularni traditsiyalari. Tushlikni Jet Tandirda qilib, Baydibek monumentiga tashrif buyurdik. Undan so'ng qozoq taomlarini iste'mol qilib, Green Park oteliga tashrif buyurdik. Bizdan uzoqlashmay, ertaga ham eng zo'r lokatsiyalarni sizlar bilan bo'lishaman.